Og'alar, boshimizga nima edigini tushdim musibatcha. Ketdi balon. Balon teshildi balon. Malades, alhamdulillah. Allohga shukr, shunday bo'lishi kerak emas, ha? Alloh sabr musofirlar, dastavchilar, kuylar hayır. Oldu shunday tam etib. Nasib bo'lsa olib borib kamera qo'ysak inshaalloh. Yana davom etamiz. Sekin. Musofirlar charchamangiz. Assalomu alaykum. Yaxshi kunim deb yon kunda chiqamanda shunday. Chunki biz musofir. Ha, kelyapmiz peshkom endi xudo xolasa. Zakazni beramiz hozir. Bu zakazni boyaga 8 so'm zakaz ekan, ham zakaz qo'shdi-da. Ikkita zakaz bo'ldi. O'sha zakazni beraman. Sumkalarni shu yerda qoldirib, bitta batarkani olib qo'yib o'zim bilan yo'lga qo'yaman bitta batarkani. Keyin avtobusga chiqaman inshaalloh. Ketaman ustaxonaga Kankovaga. Balonni to'g'latib xudo xolasa. Yangi paketga yangi kamera qo'yib xudo xolasa. Keyin davom etamiz, qaytib kelib so'ng olib kelamiz keyin. Shunaqa gaplar. Sekin qo'yib avtobusga. Avtobusga ketyapmiz. Boshqa iloji yo'q. Og'alar, mana mashinada o'tdi. BMW X6 mikan, X5 mikan? Yomon vaqti bor ko'zi. Qora. Nomeri ham shu 9. Qo'limizdan tanadicha. Esanizmi shu tanada? Yo'qolib ketgandi. Men topib oldim qayerlardandir. Azlar vekdan olib chiqdi xudo xolasa. Chotki yangi kamera qo'yib inshaalloh. Endi olib kelamiz sumkamizni. Sumkamizni yotib Traparyovoda. 3,5 kilometr narida. Bir gazdaymiz inshaalloh yetib qolamiz. Ha, xudo xolasa kelyapmiz ertalab Velikchani. Yerda Kankova. Ish tomonda ustaxonada. Ko'z tegmasin. Bizda Qadrvoch uchyapti-ku Qadrvoch, ha? Qadrvoch. Azda hozir ko'rsataman sizlarga. Boya qo'yib ketdim-da sumkamda bir joyga. Nasib qilib turganda inshaalloh, ha? Mana qarang ko'ryapsiz. Ha, kelib qoldim. Qancha pul bu sumka? Bu sumka ekan. Mana bu sumka. Bizning sumka mana bizning sumka turibdi. Aslida qo'yib olamiz ekan, ishchi bo'shamiz inshaalloh. Hammaga yaxshi kayfiyat, charchamangizlar.